Söz врач, педиатр Джамила Хашимовна, бронзовый лев, несколькократный победитель мотивационной программы. Как врач, что рекомендуете своим коллегам по назначению пациентам биологических активных добавок? Assalomu alaykum. Mana shu tayanchi korporatsiyasiga avvalambor o'zimiz sog'lig'imni tiklash uchun kirib kelganman. Chunki men hamma joyda davolanib, o'zim vrach, xo'jayinim vrach, qarindosh urug'larimiz hammamiz vrach, lekin men gepatit C kasalligimni davolay olmaganman. Gepatit C menda sirrozga aylanib ketgan va nihoyatda menga mana shu biologik aktiv qo'shimcha tayanchi korporatsiyasining mahsulotlarini taklif qilishdi va men shu mahsulotlarni o'zimda ichib, shundan natijalar oldim. O'zim natija olganimdan keyin o'zimga o'xshagan hamma bemorlarga yordam berish tariqasida bu tayanchi korporatsiyasini vrach hisoblanib qoldi. Va vrachlik davomida bugungi kunda nafaqat gepatit C, sirrozlar, DCP kasalliklari, rahit, anemiya, xronический усталость, boringki 120 dan ortiq kasalliklar hammasiga davo bor ekanligini isbotini topdim. Allohga beadad shukr, qancha bemorlar menga murojaat qilgan bo'lsa, hali yo'qki davolanmagani. Avvalambor bu biologik aktiv qo'shimcha ximический preparatlar emas. Buni har qanday inson tug'ilgan chaqaloq, bugun radomda tug'ilgan chaqaloqdan boshlab Alloh qancha umr bergan bo'lsa 120 yoshgacha hamma iste'mol qilish kerak. Bu mahsulotni kasal bo'lmasdan oldin, kasallikdan oldin olish uchun profilaktika yuzasidan iste'mol qilishimiz kerak va hammaga buni tavsiya qilaman. Chunki bu qancha vaqtli olib, o'zini sog'lom olib yursa, shuncha kasal bo'lmasdan oldin sog'lom hayot quriladi. Hammalaringizni tavsiya qilaman, tayanchi korporatsiyasining biologik aktiv qo'shimchalarini iste'mol qilishni. Ishlaringizga omad. Желаю успехов, удачи, Джамила Хашимовна. Еще раз напоминаю, она врач-педиатр.